qo'yadi va o'sha nerv siqilganini hisobiga og'riq dumbadan boshlab to oyoqni ostigacha, boldirlargacha, ya'ni sidalishi nerv qayerdan boshlab tugaydigan joygacha og'riq berib turadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bel og'riqlarini umumiy gaplashamiz. Biz xalqimiz nazdida bel og'risa grija, ya'ni umurtqa churrasi deb tasavvur qiladigan bo'lib qolganmiz. Umumiy holatda bel og'riqlari qanday va qanaqa turlarga bo'linadi, ularni farqlash haqida batafsil gaplashamiz. Videoyimizni oxirigacha kuzating. Albatta obuna bo'lishni unutmang va like bosishni unutmang. Bugun men sizlarga aynan umurtqa pog'onasi va bel sohasidagi og'riqlarni qanday sabablar keltirib chiqarayotgani va ularni tashxislashni qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Xo'p, bizda bel og'riqlari turlicha bo'ladi va ushbu og'riqlarni turiga qarab, ya'ni qaysi holatda og'riyotganiga qarab turib, biz ushbu og'riqni aynan qaysi kasallik keltirib chiqarayotganini bilsak bo'ladi. Xo'p, biz quyida kerakli bo'lgan insonlarni hozir bezovta qilayotgan bel og'riqlari haqida gaplashamiz va videoyimiz yoqadigan bo'lsa albatta like bosib ketishni unutmang. Xo'p, mana boshladik. Biz umurtqa pog'onamiz, inson umurtqa pog'onasi bu sizlarga orqa tarafdan ko'rinishi, menga oldi tarafdan ko'rinishi hisoblanadi. Xo'p, ushbu umurtqa pog'onasidan nervlar chiqadi va o'sha 8 ko'z deymiz, dumog'azadan ham nervlar chiqadi va hammasi ulanib turib a'zolarni, ichki a'zolarni, mushaklarni, boylamlar va hattoki o'sha suyaklargacha o'sha nervlar kirib innervatsiya qilib turadi. Har bir nervning o'ziga yarasha vazifasi bor, har bir umurtqani o'ziga yarasha vazifasi bor. Xo'p, og'riqlar hammada turlicha bo'ladi. O'tirganda og'riq bo'ladigan bo'lsa, uzoq vaqt o'tirib, undan keyin turib yurib ketaman degandagi og'riqlar asosan xalq tilida biz osteoxondroz yoki tuz yig'ilib qolibdi deymiz. Ya'ni uzoq vaqt kam harakat o'tirgan insonlar yoki o'tirib ishlaydigan insonlarda beli qotib og'rishi asosan osteoxondrozdan bo'ladi. Sababi kam harakat insonda moddalar almashinuv jarayoni buzilganligini hisobiga ushbu jarayon bel og'rig'ini keltirib chiqaradi. Asosan o'tirganda bel og'rig'i osteoxondroz hisobiga bo'ladi. Ikkinchi nima qiladigan turimiz tik turgan holatda, ya'ni inson tik turganda ozgina vaqt o'tgandan keyin beli og'riydigan bo'lsa, ushbu bel og'rig'i asosan umurtqa pog'onasi bilan oldindan paydo bo'lib kelgan va hozirgi kunda asorat berayotgan og'riq hisoblanadi. Bu umurtqa pog'onasining qiyshiqligi, ya'ni skolioz, kifoz yoki lardoz shu kabi tashxislarning natijasi o'laroq o'sha tik turganda ushbu tik turganimizda og'riq beradi. Demak, o'sha tik turganda insonni bel og'risa yoki bo'yni yoki umurtqa pog'onasidagi og'riqlar umurtqa pog'onasining qiyshiqligi va uni atrofidagi mushaklarni qiyshiqligi bilan bog'liq bo'lgan proses hisoblanar ekan. Xo'p, uchinchi asosiy og'riqlar harakat vaqtida, o'rnimdan o'tirib turayotgan vaqtimda yoki orqaga qiyshayganimda, umuman olganda qaysidir harakatni bajargandagi og'riqlar, egilib turganimda deydi. Mana shu holatdagi og'riqlarning asosiy qismi umurtqa pog'onasini atrofida boylamlar bo'ladi. Paylar deylik xalq tilida. Boylamlar va boylamlarning ustidan tushadigan 6-7 qavat umurtqani o'sha stabilizatsiya qilib turuvchi mushaklarimiz bo'ladi. Doimiy nagruzkada yuradigan. Ana o'sha mushaklarimizni sodda qilib aytadigan bo'lsak, nosozligidan, ya'ni tirishib qolishi mumkin, bo'shashib qolishi mumkin. Ana o'sha muammolarning hisobiga yuklama, ya'ni nagruzka aynan bitta qismdagi mushakka tushishini evaziga ana o'sha mushakning og'rig'i harakat vaqtida og'riq beradi. Bundan keyingi nimamiz 4-darajada turadigan shu bel og'riqlariga sabab bo'ladigan narsa oldinlari radikulit degan, ya'ni yallig'lanishlar bel sohasidagi umurtqalarni, suyaklarni yokida paylar, boylamlar yokida disk churrasini o'zini yallig'lanishi yoki yallig'lanish hattoki nerv tomirlarida ham bo'lishi mumkin. Umumiy olganda o'sha bel sohasidagi qon aylanishini buzilishini hisobiga shamollashlar orqali kelib chiqadigan og'riqlarga radikulit deyiladi va radikulitni aniqlashni
eng birinchi uslubi bu ertalab uyg'onganda beli og'riydi. Uzoq vaqt o'sha kechqurun bilan uxlagani uchun o'sha harakatsiz holatda yotganida shu beliga qon yaxshi aylanmasligi hisobiga yallig'lanish borligini hisobiga ertalab uyg'onganda to harakat qilib ma'lum bir 15-20 minut yurib ketgunicha og'riydi, keyin o'tib ketadi. Asosan mana shunaqa turdagi og'riqlar radikulit tashxisini qo'yishimizga sabab bo'ladi desak ham bo'ladi. Xo'p, va oxirgi bel og'rig'ini keltirib chiqaruvchi va juda ham ko'p bemorlarimizda bor yoki insonlarda bor, lekin bee'tibor bo'lib yuradigan holatlardan bittasi o'sha siydalish nervini siqilishi deymiz. Bu asosan mana shu dumg'oza suyagidan buyoqda o'sha tas sohasida bitta mushak bo'ladi. Noksimon mushagimiz bo'ladi. O'sha noksimon mushagimizning orasidan umurtqalardan chiqib kelgan nervlar tugum bo'lib, ya'ni bir-biriga ulanib turib, ana o'sha noksimon mushakni orqasidan o'tadi. Ana shu noksimon mushakning orqasidan o'tgan nervni boyagi mushak siqib qo'yadi. Va o'sha nerv siqilganini hisobiga og'riq dumbadan boshlab to oyoqni ostigacha, boldirlargacha, ya'ni siydalish nerv qayerdan boshlab tugaydigan joygacha og'riq berib turadi. Bu og'riqlar ham o'sha mushakni tirishgan, bo'shashgan yoki qanchalik nervni siqqaniga qarab turib kuchli yoki yengil darajasiga ajratiladi. Va bizning tajribamizda shuni ko'rib kelyapmizki, aynan siydalish nervni siqilishiga sabab bo'ladigan omillardan biri bu bizni o'sha jinsiy a'zolardagi shamollashlar, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, aynan jinsiy a'zodagi shamollashlarga bog'liq proses hisoblanadi. Bu aynan kineziologiyada yoki osteopatiyada o'rganilganda aynan o'sha chanoq son bo'g'imi atrofidagi mushaklar va o'sha chanoq, kichik chanoq a'zolaridagi, ya'ni jinsiy a'zolardagi buzilishlar ikkalasi deyarli bir-biriga chambarchas bog'liq hisoblanadi. Deylik biz doimiy ravishda o'sha siydalish nerv shamollab turib o'sha oyog'ini dumbadan to boldir sohasigacha tortib og'riydigan og'rig'i bor bemorlarga ayta olamizki, bu aksar holatlarda yo o'sha prostata yoki jinsiy a'zolardagi shamollash va aynan o'sha siydalish nervni siqayotgan o'sha noksimon mushakni sindromi hisoblanadi va ushbu sindrom ham juda ham ko'p tarqalgan va ko'p bemorlarni azoblab keladi. Xo'p, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Qisqacha qilib yoritib berishga harakat qildik. Bemorlarimiz manfaatdor bo'lgan bo'lsa, haqqimizga duo qilib qo'yishadi, xudo xolasa. Ushbu bel og'riqlari bilan aziyat chekayotgan bemorlar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilib kelishlari mumkin. Biz UnionMed jamoasi sizlarga shifo ulashishga, sizlarga to'g'ri maslahat berib, sizlarni to'g'ri muolaja qilishga harakat qilib kelmoqdamiz va xudo xohlasa ushbu xizmatlardan foydalanayotgan ko'plab bemorlarimiz shifo topib, xursand bo'lib ketishmoqda. Alloh barchalaringizga dardlaringizga shifoi komil bersin. Xudo xohlasa keyingi videolarimizni kuzatib boring. Albatta obuna bo'lishni unutmang va bel og'rig'idan qiynalib yurgan barcha bemorlarga Alloh o'zi shifoi komil bersin, bizlarni shunga sababchi qilsin. Xayr, salomat bo'ling.